milodiy 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqlikqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchragan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan o'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Yoshino Nobuto 17 yilning oldida tayfun bo'rinda yo'qolib ketgan qizim deb qaytarib olgan qiz amaliyotda qotil Shimazaki Eijining qizi edi. Shimazaki oldirab tinib elib ketgan Naoko Tal Nobutoning qizi edi. Buning haqiqiy sirini ocha oladigan Nobutoning asli ayoli Eishi Kaneko tayfun bo'rinda xotirasini yo'qotib boshqa kishiga yotib bo'lgandi. Kutilmaganda burunqi ishlar bir-birlab uning esi kelishga boshladi. U Nobuto bilan qayta uchrashganda uni tunib qoldi. Shuning bilan bir yo'qolib asli kelgan xotira personajlar taqdirida jiddiy o'zgarish paydo qildi. Nobuto. Eishi Kaneko. Eishi Kaneko. Eishi Kaneko. Men hozir Otaki Yumiko. 17 yıl boptu. 17 yıldan bu yan siz. Kechirim. Meni kechirim. Ayrılgınıga 17 yıl bo'lgan ikkalan oxiri arxotillik salohiyati bilan uchrashdi. Ko'rkam kechki shafaq nuri g'arbiy diyor osmonni qizillikqa purkigan edi. Nima bo'ldingiz, direktor? Kechiring. Men boshqa bir ishni o'ylab o'tirdim. Menga deb berma. Anam zoti qanday ayoldi? Yezimiko, bu ishda meni kechirgin, ha? Ha, nima degan mezilik? Yezimiko, aytqina, bugun maktabda nima ish qildinglar? Bilmayman, yana nishonni burib etmoqchimisiz? Yezimiko, bo'ldi qiling. Endi sizdan so'ray.
Ha? Anamzadi qandaq ayoldi? Deb bersinizchi. Boldu qıssanço, Yesimiko. Bu zati qandaq ish? Neymiş ki bana anamның işlerini bildirmeysizler? Galidi iş bu. Bu qitim mektepte. Okuğucuların anlarını teklif kılıp şığın açmakçı. Sınıfta mella. Anamını dep beremeymen. Bunun yaman yeri yok. Lekin birer iğsin birini mi diyen misin? Galidi durmamda. Anamның işini. Neymiş ki menden daim yoşursuzlar? Yesimiko. 17 yıl oldu. Bu diye 17 yılın aldık işte. Sizningchi unutup ketsam bo'lar ekan-da. Meni aldamang. Endi sizdan bir gapni so'rab boqay. Siz nemishqa hozircha bo'ytaq yuraysiz? Bu. Siz onamni tekchi so'ysiz. Shundaqmi? İş bo'lmaganda. Anamning taq turqini bo'lsa-mu? Deb berishingiz kerak-ku. Ben onu unutup ketmekçimen. Neymiş ki bundaq qilasiz? Nemeli bo'lmasin? Deb bering. Saboqdoshlarimga. İş bo'lmaganda anamning taq turqini bo'lsa-mu? Siz deb berishim kerak. Ötünüp qalay dada. Yesimiko. Dadamı to'la eslavamısınız qandaq? Lekin Men anamdan kichik qolib ekanman. Şunu onu unutup ketay deyapman. Bo'ldi qilim. Yesimiko. Men degan plastinka bor. Dil anglab baqamdiq. Jiring. kechiring. Dada. Jiring. Nobita, Ha? sen bu işini mengü yoşurmakçı mı? Ken işi kanikoni kötün mü? Ha. Onun hatırısı yanılıp burunqı dekmeken. Mümkün bolsa onun adresini bana dep bergin. Men berip onun bilen. Dada. Eşi Kaniko'nun işini özem bir taraf qilay. Burunmu sizga degandim. O hozir Otaki Yumiko. Xotirasi esli keldi degandim o. Hal qilmoq qiyinga tushadigan nurg'un masala bor. Lekin moşundaq ketaverdigan bolsa, Yesimiko'm uval bo'ladi. Haro Yoshi, gapimga quloq sol. Navodi kunlarning birida onang to'satdan yo'qolib ketsa qanday qilasan? Onam yiroqcharoq ketamdi. Demamsiz dada, demamsiz. Ha, bo'ldi so'ramanglar. Biroq qandaq yuz berishdan qat'iy nazar, dadanglar hargiz ketmaydi. Rostmi? Dadanglarning bardaga yerim yo'q-da. Qarang sizni. Ona, qaytib keldingizmi? Ana. Dadanglarning gapiga quloq solmanglar. Ne ketgandingiz? Ananglar hech yerga bormaydi. Sizlarni tashlab o'tib boshqa yerga ketishga qandaqmi chiday?
ھەقىقىي ئانا بالا ئىدى. ئەمما ئانا قىزىنىڭ ئىسمىنى توغلاشقا پېتىنالمايتتى. قىزىمۇ ئۇنىڭ ئۆز ئانىسى ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى. Ishikaniko sizni Nobuto deb chaqirdimi? Ha, Nihoyatda aniq dedimi? ha, lekin bir qitimli dedi. Siz nomus qilishni bilmaydigan odam ekansiz. Bu gapni faqat sizgila deyalayman. Ay, biz degan yaxshi do'stlardan emasmi? Ishikanikoning xotirasi rostilla to'liq asli kelganmidi? Göreymi? Bo'ldi, sizni yana avar qilmay. Qiziq ish. Siz meni mushunday chaqirtmaganmidingiz? Kechiring. Ish qilib, ham yugurib ishlarni men qilaman. Siz Ha? Men bu oylik maoshingiz. Bek yaxshi bo'ldi. Yaqindan yaqinroq ruhlanib qoldingiz. Bu sizning g'amxo'rligingizdan bo'ldi-da. Xizmatni yaxshi ishlagan odamni mukofotlash kerak. Bu nima? Mukofot bo'lingiz. Azroq bo'lib qoldi. Sizga hozir toz pul lozim bo'ladigan chaq. Mushunday qilsam bo'ladimi? Ha? Rahmat sizga. Endi siz yana ishlamayman demoqchimi? Ma'qul. Naoko acham aytibotdi. Rost, Naoko acham aytibotdi. Hey, Haruyoshi. Akama biz bilan birga o'ynasinmi? Bo'lamdi ona. Xotirjam bo'ling. Bolalar bilan birga o'ynasin. Ma'qul amsa. Sizga topshirdim. Amsa mangayli. Otisi singlisini ko'tarib olgan. Lekin u singilisi ekanligini uqmaydi. Nemishki bundaq bo'ladi? Onaning qalbini gumon va ansizlik chirmib olgan edi. Ishikaniko. Yaxshi turdingizmi? Uzoq bo'ldi, ko'rishmadik. Qaramoqqa qilchim o'zgarmabsiz. Bundan burun bir necha qitim ko'rgan edim. Bugünkisi haqiqiy uchrashish bo'ldi. Sizmi shunday qaramsiz? Hisoblab ko'rsam, taxminan 18 yil bo'pti. Ayni vaqt siz Nobuto apandi bilan to'y qilganda men tabrik so'z so'zlagan. Esimda qilishcha, o chaqda men mundaq degan edim. Bu ishga xudo qo'shgan bir juftlar. Bir mahal kun bo'yi o'yinchoq bilan o'tadigan Nobuto apandim. Bugun tepilmas, qimmatlik, mangulik amroq quchoq ochdi. O'zimni elib aytsam, menga xo'shalliqmi, zerikishmi hamroh bo'lib kelmoqda. Miyako. Axir meni chaqirgan ovozingizni angladim. Sizni u avatdimi? Chidab turolmay o'zim keldim. O bu jihatda hech nimani bilmaydi. Anglasam, Nobutoni bir qancha qatim izlabsiz. Har qatim so'zlay deb to'xtabsiz. Qalbingizni tushunaman. Lekin siz odam kutmakning ne kadar azap işgalligini düşünüşünüz gerek. Miyako, men. Siz? Men. Onun gapning ochiqini deyman. Yezmikoning ishini shunday qilsak bo'ladimi?
Siz rastla o balın taşlayıp demsiz. O bala. Əməliyyatda o bala. Munda qılaylı. Siz meni onun bilan bir qatim uchrashtirib qo'ysangiz qandaq? Aka! Kokki, sizni topmaq ajab tasga. Ish o'rningiz deb kelgidek, nima ish botdi? Bu tarafga bir ish bilan o'tgan edim. Ko'rishmagili uzoq bo'pti. Uydagilar tinchlikmi? Qadr ahvol. Bir ish bo'ldimi, aka? Rostini aytsam, Yumiko yengam nima bo'ldi? Xotirasi asli kelganda qiladi. Rasmi? Yaqindan buyon shundoq his qilyapman. Amisi nima ish sinab ko'rmadingiz? Unda qilsam qandoq bo'ladi? Uningdan qattiq ansirayapman. Agar uning xotirasi rostla asli kelsa, hashpeshtigichilar g'oyib bo'lib ketadi. Gapingizni qarang, aka. Yengam sizning ayolingiz-ku. Yeni kelib, ikki balanglar tursa, bugungi kelganda nega boradi? Ha? Sen shunda qo'ylamsan. Bu ishdan bunchalar ansirgan bo'lsangiz, men bir sinab boqay. Bey, Yoshino Nobuto. Sizmidingiz? Erishkin topshirgan ishingizni sizga doklab beray. Eshi Kanikoning xotirasi asli kapto. Rasmi. Undaqda. O bundan keyingi ishlarni sizga bevosita aytadiganligini dedi. O'zingizni besibilang. Eng yaxshisi ikki xil tayyorlik qilib qo'ying. Bu vazifani oxiri ado qilib bo'ldim. Xayr, xo'sh. Miyako xini. Siz boshqalarga haqiqatan va ko'ynisiz. Bunimi sizning ortiqchiligingiz deyishga bo'ladi. Chiroyli gapni qilavermang. Men nomini bir 27-chi xolos. Dada ve ana. Lekin ikkilan 17 yil xabarsiz yurgan. Bu 17 yilda ko'p azob chekkansiz. Men sizni 4 ko'zim bilan kutdim. Albatta, kutmakdan boshqa chora yo'qdi. Lekin siz yo'q. Otaki Yumiko xonim, kuningiz obdan o'tgandi. Men siz yaxshi turganli bo'lsangiz, ko'nglim amin topadi. Nima degan o'moq bolalar, ha? İsmi Haruyoshi va Tamamimo. Meni kechiring. Men birovni ayblamoqchi emasman. Sizni izlab topolmaganligimdan o'kinaman. Meni kechiring. Siz Otaki efendim bilan ikkinglarning umrlik er-xotinlardan bo'lishinglarni umid qilaman. Yana mendek bir odamni tizdan unutib ketishingizni o'tinaman. Faqat Yezimikoga elimo yaxshi, o siz yordam qilgan darlepamni cho'ng bo'pti ekan. Bundan keyin uning yeningizga berib turishiga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Yanala hamılık salayeti bilen bosib oldu. Toğru kep qağanda balığa azıraq, anı mehrimi bəgəysiz. Izmiko ne? Onu
qandaq tonib oldingiz? Uni siz to'qigan heliqi qusirti tushirilgan yo'gakdan tonib oldim. Bu gapga ash yo'gakka qarabla. Bir hisobda Yezimikoni siz tepmadingiz. Rahmat sizga. Nopto. Emliyet u bala. Dada! Hey! Men chaqirtqandim. Hammalik salohiyati bilan ko'rishib qo'ysangizli bo'ldi. Uning bilan bir og'iz bosim gaplashib qo'y. Bu dada, meni chaqirtqandingiz. Yana otaki hammam bilan birlikansiz-ku. Otaki hammangizning sizga deydigan ikki qiz gapi bor ekan. Yo'q, men siz uyga qaytib kelgandan keyin uni bir aqetim yo'qlab olmabsiz. Hammangiz sizni bekmi seg'inib ketibdi. Bu Yezimiko mening qizim bo'ladi. Otdan hamma xotirjam bo'ling. Men hozir to'lim xo'shal. Dadam va cho'ng dadamla men bekmi amroq. Jannatga turibdim. U shundoq erkin aynoq sho'x qiz. Tag'amga va Akiko achamga Yezimiko xushalligida nima qilarini bilmay qapti deb qo'ying. Bo'ldi, boshqalarning oldida bundoq desangiz qandoq turdi? Xo'sh emsa. Onunğa ig'iz ochmoq tas kuchdi. Shundoq amroq otibala oldida Yomiko bu sirni ich o'tishga jur'at qilmadi. Dada, sizga nima lozim? Tatmay davring. Hech nima lozim emas. Xotirjam bo'ling. Bugun maash taqatdi. Yana mukofot pul oldim. Praktikan terbiyeçine ama mukafat bulup olamdı iken. Biroq sani bek az. Men to'liq o'tir maktabni bitirsamla balla darul mualliminga kiraman. Rasmiy o'qituvchi bo'lgan sizga yaxshiroqdan bir necha botilka olib beraman. Meni yine azaplaydı iken sen de. Ya ki men seni çokum Ali mektepte okutum ben. Biroq dada siz Ensirmigin. Birinchiden jazo muddati ancha uzun bo'lmaydigandek turdi. Ikkinchidan obdan ishlab muddatdan burun qo'yib berishni qo'l keltiraman. Rasmi? Sizni kutaman. Meni kutalamsan. itiboran men qog'oz turini yasayman. Qani ishkaylar musobaqlashayli. Qani dadam burun qaytib kelamdi, yo men ming qog'oz turini burun yasab bo'lamdiman. Musobaqlashayli. Bo'lamdi. Naoko. Pasl o'zgarib qoldi. Oqshimi yotqa yepinib ol. Herkes shamolda tukan boqqanmig'in. Qaytib keldinglar. Qaytib keldik. Buni ko'rib bugun tunji qitim dadam bilan bozorga chiqdim. Pa, men degan chiqnash sezib oldinglar. Aras, yana akamni oldik. Uni talib bir ko'rsatib qo'yaychi. Do'chiraylikmikan? Biroq buni manchijiq setib oldingiz. Dadamni tunji qitim bozorga olib chiqqantirsam, ko'prik olsam qamlashmas. Dadammiz sizning gapingizni bek anglaydi juma. Dadam otaki hammamdan darlitamning ahvolini olgandan keyin to'satdan sexiylik tutib ketdi deymamsiz. Hammam mendan ansirab otaydan ko'ngli ketdi. Bu nima degan kulkilik-a? Ular meni bek atib olaydi. Baxt degan mushoda. Yezimiko. Aka, nega borsiz? Yandın-mı? Anlaşımca bugün Yezimiko bilen bir bazağa çıkıp sen. Emniyette Yezimiko'ni onisi bilan uchrashtirg'ili olib chiqqandim. O işi Kaniko bilen görüştü mü? Dada, ishi Kaniko hozir mavjud emas.
Eşi Kaniko 17 yılning oldida Isey bo'g'zidagi tayfun bo'rnida xatarga uchragan. Emisi, bırak. Buni tushunaman. Lekin hozir uni Otaki Yumiko deydi. Uning 2 bolasi bor. Yana Otaki apandidek yaxshi eri bor. Men boshqalarning muhabbatiga chang solsam qandoq bo'ladi? Bırak, Yezimiko anam deb çakıldap ketiyotgan tursa, neme deb tushuntirimiz. Yaxshimi, ular Darletamdagi vaqtida tanishibdi ekan. Men uningga homiliq salohiyati bilan balani pat-pat yo'qlab turishni topiladim. Onda sen-ku, sen moşundaqla ümidini özemsen. Nobuto. Nobuto. Yenge. Qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Yengemning xotirasi Men yanala Otaki Yumiko. bir qarorga keldingiz. Xotiringiz asliga kelgan taqdirdimi? Siz meni bir yak ketadi da'vatamsiz. Men hech yak bormayman. Bu gap sen Naokoni yolg'iz egallamoqchimi? Xaro, kechirgin. Naokoning ishini men astoydil o'ylanib kelyapman. Astoydil deganing nimasi? Uning bilan astoydil do'stlashmoqchiman. Shundaqmi? Sen uni chin qalbingda yaxshi ko'ramsan. U burun kaltak top ayol ilohi edi. Shunga yeniglik qilishga petnamagan edim. Lekin hozir qotilning qizi bo'lsa-mi maylimi? Bu Qayni tushundirib bergina. Sen uni menga suyalamsan. Qandaq? Gap qilmamsan. Sana ma'lum. Uning dadisi qo'lga ilingandan keyin kaltak top komandasidagi ba'zi saboqdoshlar uni komandadan chiqarib etmoqchi bo'lishdi. Sening bu ishlar bilan qaring yo'qmi? Naoko, nima bo'ldi? Mashq qilgan vaqt bo'lib qoldi-ku. Kaltak top komandasidagilardan tagishib qoldingizmi? Naoko! Naoko! Nima bo'ldingiz? Naoko. Ötünüp qalayım. Endi menden ayrılma. Hanım. Bu yak meni atayın köylü kepsiz. Sizge köp rahmet. Xeyli yaxshi turibsiz. Naokom obdan turib Sizni köp mal alıp koydum. Bundan keyin Naoko'ga davamlı köprak hemkorluk qilgaysiz. Sizning mushundaq bir yaxshi qizingiz borki. Fakat aşk kızımla beni davamlık adam bulaşkı ündedi.
Bala çık azap okubat çekti. Toğulğanda mən türmədə boq qaldım. Anısı onu taşlatıp kar olmadı. Mən bir tərslikdə dadısını tepevidi. Mən yenə qamılıb qaldım. Ondaqda Naoko'nun kichik vaqti esingizdami? Bu işni 2 yıldan keyin uqdim. Anısı onu taşlab etgandan keyin manga xat yezib boyniga tutumra es qo'yganligini deganti. Siz Naoko bilan ashu tiltumar bo'yicha Hanım. Kızım Naoko'ni bundan keyin sizga topshirdim. Nima uchunkin tam bilmadim. Balkim bu yerda bo'g'anligim uchunmikin. Atidan kechgacha xiyolimga Naoko'dan boshqa hech nima kelmaydi. Ağlamadız. Naoko bilan kelishmaslik kelib qolsa, qandoqmi qilaman? o't ketgan chog'da Naoko bilan Yuzmikoning narsalar silingan sanduqni o't o'chirish atirdigilar elib chiqqanmidi. Ha, qutqizib chiqqandan keyin mudir janisish oldida menga bu ishni aytib bergan edi. Bu gapcha mudir efendi sanduqning ustidagi ism bilan ichidagi narsani selishtirmasdilla. Ha, sizning demakchi? Ish nima? O ishkaylan bu yerda eng uzun turgan. Xuddi o'zimning bolastakli bo'lib qolgandi. Ana hozir ikki qizning olmishib qolganligini bildi. Bir yering og'ridimi? Aslida taftish amaldoriga taalluq bo'lishi tegishlik o'z qizi hozir amalsiz qotilning qizi bo'lib alam tortmoqda edi. Ağlamadız. Naoko bilan kelishmaslik kelib qolsa, qandoqmi qilarman? Hamma bu yerda nima ish qilsiz? Menda bir ishingiz bormidi? Naoko? Voy, otaki hamma tinegin adatsizlik qilib qo'ydim. Hammamning marhamati bilan dadam menga bozordan tomoq kiyim-kechak ib berdi. Rastola tospayda oldim. Yuzmiko, meni bir ish bilan izlab kelganmiding? Azroq ishim bordi. Kechiring, men berib kelay. Yanala eg'iz ochmoq tas bo'ldi. Qarshi tarafning dadisini o'z dadam deb bilayotgan ikki qizning oldida ona nimami deyalasan? Akşam akam bilan ko'rishdingmi? Ko'rishdingmi deyman. Meni aldayman deme. Akamning chiroyi qarabla hammani tushundim. Yuzmiko, men gapning ochiqni dey. Akam mening bo'g'isi erim. Buni sen mi bilasan? Akam bilan ikkimizning hech qandaylik munosabati yo'q. Cho'ndadan bilan dadam bizning to'yimizni qilib qo'ymoqchi. Demayli qo'y. Bu gaplarni anglig'im yo'q. Yo'q, cho'qim anglaysan. Quloq sol. Toshizoki akam mening bo'g'isi erim. Biz kelgisi to'y qilamiz. Tushundingmi? Qo'lida taqdirning ochqichi bor edi. Taqdirning eshigini ochadigan vaqtni bir minutmi kechiktirgili bo'lmaydi.
Bugün bo'lmaydi. Mening yana bir talay ishim bor. Әмісі, сіз іштен түшкі күтіп тұрымен. Bundaq jaylı qıp turvaman. Bolamdı. Aval öy qaytdın. Мен үйге қайтыштың қоқымын. Мен акам білән үйді білі болыштың қоқымын. Toshisoki bilan urushib qoldingizmi? Dada, tez tushunmay vatamsiz. Yezimiko. Bundaq ketaversa yaxshi bo'lmasmikin deb o'ylayman. Meni o'ynatib kelsangiz, uzoqroq o'ynab, akam uxlab qolganda andin uyga qaytaylik. Yezimiko, demoqchi bo'lganingiz xanqas daxl qilib qo'ydim. O keldimi? Boy chiqib ketgan qiz tepchi amaldorining qizi deyman. Esimni qilishcha, u qizim Naoko bilan bir kunda uyga olib ketilgan. Aloqasiz gaplarni qilma. Kechiring. Ular bir qozondan tamoq yeydi. Lekin hozir mening qizim bilan sizning qizingiz go'yo ikki dunyoda yashayotmoqda. Turgun Naoko'ning ko'yini ketdi. O mingdani qog'oz torni yasab musobaqlashaman. Qani siz burun turmadan chiqamsiz yoki men burun yasab bo'lam deman da'vatida. Uqdim. Qizingiz uchun bo'lsa masalani yavaşlik bilan topshirishingiz kerak. Bir necha kunning oldida hamma ishni iqro qilib bo'ldingiz. Ayibnoma yozishdan avval burunqi iqrorda o'zgarish bormi qandoq qarab chiqmoqchimiz. Amsa selishtirishni boshlaylik. Siz delo sodir qilish jarayonini yana bir qatim so'zlang. To'rtinchi oyning 23-kunidagi ish. Esimni qilishcha kesa 9 atrofida edi. U abda uyga keldimi? Men tilovatamsan, ha? Tilsam nima bo'pti? Abda tilag'anini bir to'yg'izib qo'ymsam nima deysan? Sen zot nima qilmoqchi? O'ja. Vay. Shundoq. Turib turing. O'taki familik bir xonim siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Nima dedingiz? Bizning qizimiz Shimazaki Naoko shu dedingizmi? Shartsiz shu. Uning mushundaq yerida qator kichik 3 qarmang bor edi. O 7 yilning oldida yurtimizda u bola tug'ilgandan keyin sizga yozgan xatimda buni degan. Hamda Tokyo qaytgandan keyin ko'rsatmoqchi bo'lgandim. Mundaqdan. O bola Yezimiko o. Nobuto. Ayting, qanday qilamiz? Hozir yeningiz turayotgani amaliyotda Shimazaki Naoko. Lekin ikkimizning yo'q, sizning qizingiz Yezimiko qatilning qiz bo'lib turibdi. Demayli qo'ying. Sizda o'tinib qolay. Boyaqa gaplarni hozircha hech kimga tegichi bo'lmang. Sizning ishchingizni qolsin. Biroq bundaq ketaversa baliq uval bo'ladi. Balkim shundaqdir. Lekin haqiqiy ahvol tarqalib ketsa, jazman biraylan tasavvur qilg'isiz oqibat qoladi. Mening qizim deb kelayotgan heliqi qiz qanday qiladi? Yana Yezimikoni o'zining qizi deb
chin dilidan yengilishdan odam bo'lmoqchi bo'lgan Shimasaki Eiji qanday qiladi? Ondaqda siz Yezumiko'ni yanala qatilning qizi bo'g'izmoqchimi? Og'zingizni yuming. Onunga mening yuragim chidamaydi. Yezumiko, siz bilan yashash kerak. Ishikaniko. Meni tushunmayapsiz. Meningcha, siz Otaki efendim bilan ikki balim debla Otaki Yumiko bo'lib yashayapsiz. Atrofing'izdagi odamlarning texim yaxshi yashashi uchunla siz Otaki Yumiko bo'lishdan iborat bu turmush yo'lini tanlab oldingiz. Mushundaq turug'liq. Meni yana tushunmamsiz. Fursatdan pishib yetilishini kutaylik. Shundoq bo'lsin. Ondaqda qachongacha kutamiz? Bu tushundim. Kutish navbati endi men keldi. Shunda qila olamu. Yomiko'ning pozitsiyasi Nobutoni ansizlikka sep qo'ydi. Mening ikki balam bir yer kelib xonim bilan o'ynaymiz deb turib oldi. Sizin bilan o'ynang, ma'qulmi? Ma'qul. Keling. Kela. Qo'l ustida. Mana. Voy, sen oltida. Keling, ansa. Sen o'tiribdi. Kichik do'stlar, hammamiz biz bilan o'ynaysin, bo'lamdi. Qo'shildinglarmi? Qo'shildik. Sizlar ko'ring. Urib beqing. Men kim qani tepib? Yezimiko. Men kim qani tepib beqing. Avval xo'roz qandoq chillaydi to'rab baq, andin tapay. Hay, nemish o'yin chiqmaysan? Ma'qul amsa, bo'lmasa mening mo'yrani silab baqa. Kechiringlar, amisi men qaytib kelay, ya. Hamma, men bo'ldingiz. Yo'q, ishnim bo'lmadi. Yezimiko, ona qalbida yoshirin chaqiryotdi. Yezimiko. Ona qalbida tinmay to'laydi. Dada shu minutda kechki shamolda yig'anib turib, xiyolga cho'kmoqda edi. Xato betib ketaveradigan tragediya zodi qachongacha o'ynala. Yezimiko'ning kechirim sirni ona bilan dada uqqan bo'lsa-mu, lekin har ikkalan bu ishni boshqalardan maxfiy tutadi. Nobutoning Yezimiko'ni vaqtincha xato etib qo'yiverish irodasi to'sqili bo'lmaydigan amaliyot to'lqinning zarbasida barbod bo'ladi.
Bu sirni Otaki uqib qoladi. Uzun o'tmay Shimozaki uqdi. Shuning bilan Nobuto gangrab qoladi. Bu ishlarning tafsilotini uqmoqchi bo'lsangiz 8-qismini ko'ring.